Kuni kecha Xalqlar do'stligi san'at saroyida o'z hazillari bilan muxlislar qalbini zabt etib kelayotgan ijodkor Elmurod Haqnazarov Jigar nomli yakkaxon konsertini taqdim qildi. Konsert kutilmagan voqealarga boy bo'ldi. Konsertda Sadulla Fathullayev, Jahongir Poziljonov, Shohruxbek Ergashev kabi san'atkorlar ishtirok etishgan. Elmurod konsertiga omad tilaymiz. Bundan keyingi yillik konsertlari ham bundan ham zo'r bo'ladi degan umiddamiz. Men to'g'risini aytaman, ya'ni Elton Ferganskiy degan obraz o'tgan yili ham tayyorgarlik ko'rmaganman. U chunki tayyorgarlik ko'radigan nima bor? Qo'shiqlar yodlab olaman, bo'lib chiqib o'shda improvizatsiya qilaman. U kutganimdan yaxshi bo'ldi. Repetitsiya 2 oy bo'ladi. Biz 2 oy ham ko'p aslida. Chunki 10 kun ham yetadi. Chunki materiallaringiz tayyor bo'lib, ssenariy bo'lsa, faqat yodlash, ijro, nimadan keyin nima qilish kerakligini qilib olaman. Kelgan muxlislar juda ham o'qimishliligi shunday bilinib turibdi. Chunki hazilni tugatmasinlar, tushunib qolishyapti. Qarsak cholib, молодец deganlarga tasdiqlab qo'yishyapti. San'atkorning hazillari va sahnadagi chiqishlar muxlislarga ham manzur bo'ldi.